Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırız. Interpol, yəni Xalqaralıq Saqçı Təşkilatı Uyğur faaliyyətçisi İdris Həsən üçün çıxarğan qızıl uqturuşni vaqtincha to'xtatdi. 33 yaşlıq İdris Həsən 19 iyul Marrakeşdə Xalqara Saqçı Təşkilatı, yəni Interpol tərəfindən qolğa ilingan. İdris Həsənning ailesi ve Uyghur faaliyyətçilərinin Interpolның Uyghurlarni Xitayga tapşırıb beriş üçün qo'llanılganligiga aloqador andishidan keyin uqtirish to'xtatildi. Interpol Baş Katibat Başqarması 2016 yıldan başlap o'xshamagan davlatlarda uqtirilayotgan kishilarga chiqarilgan qizil uqtirishning Interpol qoidasi va nizomnomasiga uyg'unligini aniqlash uchun kontrol qilinadiganligini, agar qizil uqtirish tarqatilib bo'lgandan keyin Baş Katibat Başqarmasiga aloqador uchurlar kelsa, bu deloning qayta tekshiriladiganligini aytdi. Xitoy va Marrakesh qarordan xabardor bo'ldi. Ma'mur İdris Həsənning davosining ko'zdan kechirilishi uchun nimaning sabab bo'lganligini aytmadi. Xitoy Jamoat xavfsizlik ministrligi faksda yo'llangan savollarga javob qaytarmadi. Marrakeshning Davlat bexatarlik bosh idorasi oldingi hafta Interpol tarqatgan qizil uqtirishning ro'yiga asosan Kasablankaga qo'ngan Sharq Turkiston fuqarosini qo'lga olganligini aytdi. Birlashma agentlikning bayonotida bu kishining terrorlik tashkilotlari tizimidagi bir tashkilotga tava ekanligi gumoni bilan Xitoyga topshirib berilishi talab qilingan. Marrakeshda bir fidoyi Uyg'urning yordami bilan İdris Həsən uchun advokat tayinlandi. Advokat juma kuni İdris Həsənni ziyorat qilib, uning ahvolining yaxshi ekanligini doklad qildi. U karantin qilingan va so'roqmi qilinmagan. Sydney Universiteti Xalqaro qonun professori Ben Sual Interpolning İdris Həsənga qarata qizil uqtirishni vaqtincha to'xtatish qarorini qarshi oladiganligini, ammo buning zodi qandoq ishlanganligidan gumonlanganligini, qizil uqtirishning tutqun qilishda davlatlarni cheklash kuchiga ega emasligini, davlatlar ogohlantirishga asosan harakat qilishi va yo qilmasligining mumkinligini, tutib turishning davom qilish qilmasligining Marrakesh qonuni va Xitoy bilan o'zaro o'tkazib berish kelishimiga bog'liq ekanligini aytdi. Avstraliya o'qituvchi millat vakillari inson haqlari dafsanchiligini jazolashni qulaylashtiradigan yangi qonun chiqarish uchun hukumatga bosim ishlatmoqda. 8 ay ilgari ikki partiyalik parlament komiteti Amerika hukumatining inson haqlari dafsanchiligi bilan shug'ullanganlarga qarata yurgizgan jazolash usulidek Magnitskiy qonuniga o'xshash qonun chiqarishga chaqiriq qilmoqda. Magnitskiy qonunini qo'llaydiganlar hozirgi qonunning osta va yirik ekanligini, yangi qonunning inson haqlari dafsanchiligi bilan shug'ullanganlarning mol-mulkini musodir qilib, chegaradan kirishini cheklaydiganligini aytdi. Hukumat komitetga javob bermadi, ammo yangi tuzumning ta'siri haqida o'ylashdi. Ba'zi amaldorlar Avstraliya Magnitskiy qonunining kishilik huquq xotirasida masala bor rayon sheriklari bilan bo'lgan munosabatni murakkablashtirib yetishidan ansiraydi. Avstraliyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabati uzilib qolgan. Hukumat kishilik huquq dafsanchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlarini jazolash bisimiga uchraydi. Seshanba kuni Emgakchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Kimberli Kitching o'zining Magnitskiy uslubidagi jazo loyihasini o'tirg'a qo'yib, federativ hukumatni zo'rlamoqchi bo'ldi. U Kengash palatasida so'zlagan nutqida, bugun bu qonun loyihasini to'nishtirish orqali barliq taraflarning biz bilan birga jam bo'lib, bu muhim qonunlarni ko'p taraflama usul orqali o'tirg'a qo'yishini umid qilaman. Agar mushundaq bir qonunimiz bo'lmasa, biz o'zimizga o'xshash demokratik davlatlardan tuvan o'ringa tushib qolmay, boshqa davlatlar mushuningga o'xshash qonunni yo'lga qo'yganda nohaq erishgan, diqqatni tortquchiligi yo'q foydaning qozoniga aylanib qolamiz. U gunohkor paslarga shundaq bir uchur yo'llaymizki, mayli vakolatan bo'lsin, mayli yuqori darajalik boshqaruvchilar tarafidan qo'g'dalsin, xalqarалық oqibatlardan xoli bo'lolmaydi. Xalqingizdan qanchalik o'g'irlagan bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'g'irlangan pulingiz bu yerda hech ishga yaramaydi. Parisga sayohat qilolmaysiz. Sidneyda saroylaringiz bo'lmaydi. Ospanda muz teyilolmaysiz. G'arb banklarida tuxum uvingiz bo'lmaydi. Podshoh Midasning nurg'un oltinlari bor edi, ammo buning huzurini ololmadi, dedi. Shundaqla Avstraliyadagi bir demokratik davlatning diktatori tuzumiga uchur yo'llashining muhim ahamiyatga ega ekanligini aytdi. Angliya va Kanada har ikkisi o'zlarining Magnitskiy qonunining nusxasini allaqachon ma'qullab bo'ldi.
Bu yılning beshida bu ikki davlat Yevropa birlashmasi va Amerika bilan birlashib inson haqlari dafsanchiligi bilan shug'ullangan Xitoy amaldorligini jazoladi. Bir qancha birlashma parlament a'zolari hukumatning qonun loyihasini e'lon qilishini talab qildi. Ba'zi parlament a'zolari hozir hukumatning inkosi yaqinlashdi deb qaradi. Kengash palatasi federativ hukumatdan parlament komitetining Magnitskiy to'g'risidagi taklifiga kelar hafta chorshanba kunigacha javob qaytarishni talab qildi. Germaniya tantarbiya shirkati Adidasning dunyoning har qaysi joylaridan kelayotgan talabning ortishi bilan yillik setish va kirimi ortdi. Martda g'arb markalarining majburiy emgak ishlatganligi uchun Xitoydagi tijoriy zarbaga uchragan edi. Adidas dаңlıq tənərkət ayağının markası NMD-ning yangi nusxasining Olimpik tənərkət musobaqasi va Yevropadagi futbol klubining boshlanishi sababidan ko'proq bozorga selinishidan umid bor. Ikkinchi fasllik setish sommasi 52%dan oshib 5 milliard 77 million yevroga, tijorat foydasi bo'lsa 543 million yevroga yetgan bo'lib, tahlilchilarning 4 milliard 97 million yevro va 458 million yevroluk mo'ljaldan oshib ketgan. Adidas hozir 2021-yildagi setilish miqdorining burunqi yuqori prosent o'raniga qiyoslaganda 20% ga qadar ortishni va davom qilgan faoliyatlardan qo'lga keltirgan 1 milliard 250 million, 1 milliard 450 million yevro sotkirimdan 1 milliard 400 milliondan 1 milliard 500 million yevroga yetishi mo'ljallangan. Bu yil Shimoliy Amerika, Yevropa, O'rta Sharq, Shimoliy Afrikada setishlar 2 hassa ortgan. Faqat Xitoyda 16% tushgan. Adidasni o'z ichiga olgan g'arb markalari martda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni majburiy emgakka selish va boshqa inson haqlari dafsanchiligi tufaylidan Sharq Turkistondan paxta import qilmaydiganligini aytganlikdan Xitoyda tor hujumiga uchragan. Mayda setishlar tuvanlagan, keyin asta-asta o'rlagan. Adolatni yiqilgan yerda ziyon yo'q. 28 iyul Turkiyaning 21 o'xshamagan o'lka va rayondagi 187 dan ortiq joyda o'rmon o't ofati yuz berdi. Buning 172si kontrol ostiga olindi. O'xshamagan 15 joydagi kuyayotgan o'tni o'chirish xizmati davomlashmoqda. Mo'g'ulanning Milas rayonidagi issiqlik elektr stansiyasiga yetib kelgan o't rayondagi kishilarda andish paydo qildi. Bu voqeaning texnik og'ir oqibatlarini keltirib chiqarishidan andish qilinmoqda. O'tning Yenikoy issiqlik elektr stansiyasiga yetib kelishining oldini olish xizmatlari ishlanmoqda. Aloqador mas'ullarning aytishicha, bu rayonda tarqalgan shamol o't o'chirish xizmatini qiyinlashtirib o'tgan. Muhit va shahar bozorlashtirish ministrligining sobiq maslahatchisi professor doktor Mustafa O'zturk ogohlantirib, agar Kemirko'y issiqlik elektr stansiyasiga o't ketsa, buning natijasida tarqalgan zaharli gazlarning insonlarning salomatligini og'ir ziyonga uchratadiganligini, insonlarning derazasini taqab uydan sirtqa chiqmay o'tirishga majbur qilganligini aytdi. O't ofatida hayotidan ayrilganlarga Allohdan rahmat. Afat uchun kurash qilayotgan qarindoshlarimizga qulayliklar tilaymiz. Allah bizni qulga qul bo'lish uchun yaratgan emas. Biz insondan iborat bu qulga qul bo'lmasligimiz, Allohning o'ziga qul bo'lishimiz lozim. Bizga hozir kulki yarashmaydi, balki yig'i yarashadi. Bu umidsizlikni targ'ib qilish uchun emas, kayfiyat masalasiga qaratilgan o'xshatish. Ijrosi yaqinlashayotgan o'limdan qanday qutulish haqida bosh qotirish. Oxirat haqida Allohning dargohiga qanday yuzimiz bilan berish haqida bosh qotirish bizning navbatda qiladigan ishimiz. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.